Assalomu alaykum. Bugungi keyingi Koreyada student mehmonimiz Qudratbek akalar. Ozgina tanishtirib bersangiz haqida qisqacha. Kampanda. Challa bor. Sanda. 예쁘게 찍어주세요. Ne? O'z haqida. Assalomu alaykum. Ismim Qudratbek. Andijondanman, O'zbekiston Andijonidan. Koreyaga 2017-yil kelganman bakalavr sohasiga, Business Administration bo'yicha. 2017-yil. To'g'ri, necha yil bo'ldi? 8 yil. 8 yil almost. Shunda qaysi institutga? Wusong yoki Solbech? Wusong universitetiga Endicott kollejiga kelganman. Endicott kolleji yangi ochilgan vaqt bo'lgan. Xo'p, biznes yo'nalishga kelgansiz demak. Demak, hozir lekin umuman o'zgartirib olgan sohangizda. Ko'p pivot qilganman hayotimda. Yoshlikda san'atga qiziqqanman, she'r yozish, kitob, anaqa she'r yozish, keyin hikoya, rasm chizish. Undan keyin tarix sohasida liseyda o'qishga kirganman. O'sha yana pivot bo'lgan. Undan keyin qishloq xo'jaligi sohasiga topshirganman. Bakalavrga O'zbekistonda kira olmaganman. 2 marta, bir marta Iniyazga, bir marta narxoz topshirganman, kira olmaganman. Test sistemasi noto'g'ri bo'lganmi? Ingliz tilim zo'r, qolgan narsalar yaxshi bo'lmagan. Koreyaga kelgansiz. Undan keyin Koreyaga kelganman. O'zbekistonda ommaviy yurishmayapti va sinab ko'ray deb turib. Shunda 4 yil biznesni tugatdingiz. Magistr ham o'qigansiz. Magistraturani Qaysi yo'nalishda o'qidingiz? AI engineering sohasida magistraturani o'qiganman. Wusongda yoki Wusong universitetida. Bakalavr ham biznesda bo'lgan, magistr ham. Keyin orada biznes sohasi bo'yicha Keres kompaniyada ishlaganman. Kim bo'lib? Xo'p, o'qishni tugatib, davomli vaqtda ishlarga topshirib, project manager, assistant project manager bo'lib, bitta mashinaning zapchastlari har xil. Uning ichida belt bor, anjom belti. Keyin remenga airbag. Ishxona yaxshi, lekin menga yoqmagan uncha. Sohasi. Qilayotgan ishim ko'z ko'rinmaganmi, anaqa ko'nglim to'lmagan. O'sish his qilmagansiz. Keyin kelajakda mana shu sohada necha yil ishlashimni tasavvur qila olmagan edim. O'zim ko'rmaganman kelajagimni. Shunda o'qib boshlagansiz AI'ni yoki точнее dasturlashni o'qib boshlagansiz. Dasturlashni qiziqishim bakalavr paytida ozgina bo'lgan. Minorga men IT sohasini olganman. IT sohasini olib, ozgina darslar bo'lgan, machine learningga aloqador, keyin data science ga o'z-o'zidan endi. Minorga 17 kredit to'ldirish kerak bo'lgan bo'ldi. Shunda 17-21. Shunda qiziqish paydo bo'ldi. Ozgina bo'lgan, lekin biznes sohasida ishlagandan keyin moliyaviy tomoni menga uncha yaxshi ko'rinmagan. Biznesda yaxshi oylikka chiqib olishingiz uchun 5 yil kamida 5 yil ham, keyin yaxshi oyligingiz ham ITda o'rtachadan past oylikda. Xo'p. Qanday o'rgana boshladingiz dasturlashni? Nimadan, qachon, qayerdan? Xo'p, birinchi o'sha ishda yurgan vaqtimda qanaqadir oilada muammo bo'lib qolib, endi sog'liq tomonidan O'zbekistonda pul tomondan muammo bo'lgan, oyligim kam. Qarasam bu ketishda shunaqa ozgina oylik hisoblansa 35 millionmidi yaxshi vaqtda. 3 millionga yetmaydi oyiga. Yo'q, yetmaydi. 2 million 700 600 tushadi. After tax. Shunaqa. Kam. Men kam deb endi hisoblaganman. Long term unaqa ishlaydigan bo'lsam, ta'minlonimdan keyin Google'ga yozganman, qaysi ishlarda eng ko'p pulni beradi deb. Eng ko'p pul to'laydigan soha doktorlik, boshqa sohalar bo'lgan, meditsina. Men yoshlikdan boshlash kerak edi, yoshlikdan. O'sha 10 yil late. Juda kech. Shundan keyin AI engineering sohasi, data science, data engineering sohalari chiqqan. Keyin o'sha vaqtda o'sha universitetda shunaqa yangi ochilgan ekan departament magistriga. Sразу topshirganman. O'sha 3 oyga yaqin u kompaniyada ishlagan bo'lib, men manaqa ishxona yoqdi, lekin soha yoqmadi menga. O'zimni ko'ra olmadim. Shunga IT o'qimoqchiman deb ishxonaga hire goodbye deb bu yerda magistrda o'qishni boshlab, darsda oldim. Birinchi o'rinda statistika, data structures and algorithms degan dars ochilgan. Ashi qiyin. Men matematikam uncha yo'q. Maktabda o'qigan bo'y matematikani ishonmaganman-da. Qiyin bo'lar ekan. Men ham juda ko'p
tayyorlanganman matematika litseyga topshiraman deb o'qiganman. Keyin INSga topshiraman deb o'qiganman. Oxiri 1-2 yil chet elga topshiraman deb tashlab qo'yganman, chunki matematika imtihon bo'lmaydi-da. VSga topshirmoqchi bo'lganman, INXga topshirmoqchi bo'lganman. Keyin litseyga topshirganman, diplomatическийga, keyin VYUTga, OLVYUTga, anaqa nima edi? Westminster litseyga. Ikkalasida yiqilganman, lekin keyin anaqa o'quvchilar chiqib ketgandan keyin bag'rim ko'tarilib chaqirishgan diplomatiyaga. Undan bir hafta o'qib keyin drop qo'yganman. Sabab bo'lmagan menimcha. O'sha keyin qaytib oxirgi 2 yil faqat ingliz tilini o'qidim. Matematikani 1 yilcha o'qidim. Shu VSga topshiraman deb, keyin chet elga ketishim aniq bo'lgandan keyin faqat ingliz tilini bosdim. Shu bilan matematika olib ketdi. Bu yoqqa kelgandan keyin uncha ishlatmadim. Ushlashga joyim bo'lmadi. Lekin o'sha kerak bo'lar ekan menga matematika. Demak, o'qish payti boshlagansiz o'qishni. Nimadan boshlagansiz? Birinchi universitetda o'zida darslar bo'lgan, endi qo'ldan kelgancha o'qib, endi darsda o'tib olishga bo'lgan asosiy harakat. Universitet lekin bera olmaydi, masalan, fundamentni ham yaxshi bera olmaydi. Fundamentni bor odam beraman deb o'ylaydi, lekin sizni fundamentingiz ham yo'q, matematikangiz ham yo'q. Shunaqa. Keyin koding bilimingiz ham yo'q. Uni olib ketish uchun, lekin uni kodingda har xil anaqa librarylar bor, Pythonda o'zini. NumPy bor, anaqa scikit-learn bor, pandas bor. Shularni ishlatishingiz kerak bo'lgan. Men hech qaysini bilmayman. Keyin qayerdan o'rgangansiz? Internetda, YouTube'dan ko'rganman, FreeCodeCamp'da videolari bor, Python bo'yicha. O'sha paytda shuni o'rganib, keyin internetdan Udemy'dan kurslar olganman, Python 3, Python 0 to Hero degan kurslar bor edi. Udemy ham. Bu ham cho'loq qolib ketgan, 30%, 40% ko'rganman, o'sha qiyin konseptlar kelgandan keyin object oriented programming tushunmaganman umuman shu vaqtda. OOP'da stak bo'lib to'xtab qolganman, bo'ldi qolgan. Xo'p. U kompaniyaga yaqinda ishga kirdingiz. Menimcha bir oy ham bo'lmadi. Bir oy ham bo'lmadi. Masalan, nima shu kompaniyada ishlaganman dedingiz, biznes bo'yicha? Yana boshqa ishlar ham qilgansiz? Arbeit, yana shu yagan-chugan qilib. Bekpe, oshxona, endi deyarli hamma ish qilib ko'rganmiz, har qilsa bo'ladigan. Hamma o'tish kerak bo'lgan jarayon deyarli. U hammasi deb bo'lgan uxlamasdan. Hani bakalavr yillarini shu ishlash uchun vest qilib olganmiz, isrof. Kontrakt to'lash uchun. Kontrakt to'lash kerak, o'zingizni ta'minlashingiz kerak, iloji bo'lsa O'zbekistonga ham chiqarishingiz kerak. Endi hamma kutadi, garang o'qiyapti deb. Darsim 4 kun yo 5 kun bo'lardi, bakalavrda darsiz ko'p, 21 kreditmi? Nechtadik? 18 kredit to'lashingiz kerak bitta. Bu degani 5 ta, shunaqa. 6 ta dars olasiz. Qiyin. Men bir semestr 100 scholarship olib 21 ta gamlesa qilganman-da. 100 scholarship bersa, olat qilsa bo'ladi o'rtaga. Shuni qilganman. Уже deyarli har kun darsingiz bor, ishdan keyin tekkaga chiqish kerak. Darsga uxlab qolasiz. Shunaqa o'qishga fokus qilish qiyin bo'lgan shu vaqtda. Shu koreys tili kelib o'rgangansiz yoki kelib o'rgangansiz? Alfabet o'rganganman O'zbekistonda, koreyskiy alfabet. Biz ham shu. Demak, bu yerga kelib o'rgangansiz. Hozir topikingiz 4, 3. Topigim 3 edi, 2022-yil yoki 2021da topshirgan bo'lishim kerak. Hozir KIPga o'qiyapsiz? KIP 5 ta tugatdim, 5 ta Shimiha degan ikkinchi bo'limi bor, 30 soatlik shuni o'qiyapman hozir. KIP 5 bo'lsa, imtihon 5 ekanda-da, Topik 5, 6 shu bir xil levelda turadi KIP 5 bilan. Yaxshi tomoni KIPni srogi yo'q. Srogi yo'q, lifetime. Keyin vizaga ham ancha yordam beradi, erishganim chiqishiga. Demak, kelib o'rgangansiz. Qancha masalan kelgandan keyin necha yilda bir o'zingizni xotirjam yoki masalan nima shu xotirjam his boshlaysiz koreysda, confident. Koreya til bilan madaniyat to'g'risida aytyapsizmi endi yo moliyaviy? Tilda o'zi. Moliyaviy va hozir ham masalan nima bo'lishi mumkin-da. Til bo'yicha confident. Madaniyati ham masalan hayotiga confident bo'lib ketdingiz. 3 yil menimcha vaqt oldim endi. Boshida koreys tilini o'qimaganman, keyin o'qidim. Oshxonada ishlaganda majbur men bitta chet ellik, oshxonada hamma koreys, ingliz tilini hech kim bilmaydi. Shunaqa, menda ham xuddi shunaqa holat. Bilmasdan kelganman. Keyin o'zim self-study qilib, keyin onlayn dars olganman. O'shanda 1A, 1B, 2A, 2B ketdi.
hali shu 1 ham o'qib boshlamasimdan o'sha oshxonaga kirgandim. Qanday o'rganardim? Avtobusda kechib kelsam, bilardim nimaga kechib keldim deb. Keyin o'rganardim, ana qilib avtobus yo'l probka ekan, avtobus prob qolib ketdik deb. Keyin anaqa nimaga kechgan desa, avtobusga boshqa avtobusga chiqib qo'ydim degan so'zlarni yodlab kelardim shu avtobusdan tushish bilan so'raydi, aytardim. Keyin lekin nimaga o'rtog'im kelmadi desa, shamollab qoldi desa, o'sha shamollab qoldini qidirib keyin aytardim, kamki yo'llasa bo'ldi deb. Har tur tayyorlanib kelardim savollar aniq bo'lsa. Shunday qilib majbur bo'lib o'rganganmiz bizlar. Hozirgi nima kompaniyangizda AI engineersiz yoki full stack? Men full stack bo'yicha ishlayapman. Hozir AI bo'yicha ham ishlar bor bo'ladi deyapti, lekin hozir emas, kelajakda ekan. Asosiy AI timi Hindistonda, Koreyada full stack tim. Healthcare bo'yicha Gen 4 degan narsa, u anaqa biome deb, ana odam oshqozon anaqa mikroblardan kichkina bo'lgan narsa. Shuni analiz qilib, DNK analiz qilib turib, shunga qarab kasallik, masalan, rak kasalligi, onkologik kasalliklarni aniqlash, anaqa rivojlanishdan oldin. Siz DNA'da qanchalik bor, qanchalik ehtimolligi bor, keyin tushundim. homilador ayollarda homilasi bor vaqtda autizm kasalligi bormi, yo'qmi? Homilasida, bolasida. Bola yangi bo'lgan vaqtida shunday biome shu testga analiz olib turib, shuni analizini qilib, uni DNA sekvensini ko'radi, masalan, bolanikini ham. Bolalar bilan ona bitta mavjud-ku hozir. Shu orqali analiz qilib turib, bolada Down sindrom bormi, yo'qmi, yo bo'lmasam qanaqadir haligi chalajonlik bormi, qo'li, oyog'i. O'sha paytdan keyin chat boshlaydi bola. O'sha vaqtda bilishib oladi, keyin ota-onaga aytadi. Ota-ona shu narsani bolam shunaqa bo'yi tug'ilaversa roziman deydi, yoki bo'lmasam abortion, abort qilsa bo'ladi. Tuzatish iloji uni tuzatib. Yo'q. Tug'ilishdan oldin shu yangi bo'lgan vaqtida o'sha haligi jon ham kirmagan vaqt bo'ladi-ku bu işte. Endi embrion. O'sha vaqtda DNKsidan shunday olib bilib oladi. Kasalxonaga sotar ekansizlar. Kasalxona, davlat, universitetda ham unaqa research lablar bor, PhD'lar bor, shular ko'rib turib analizini qilib, kerak databazalar ichida saqlashadi, o'shaga qo'yishadi. Unda anaqaga kompaniyaga kirgancha anaqada o'qigansiz, Beysakada, hamma Koreyada taniydi akani. Bezod Sanoqulov Busandagi akada o'qiganmiz. Uni Ismoiljon tavsiya qilgan akani, lekin rahmat Beysakaga ham, Ismoiljonga ham special rahmat. Tortmaganda yurgan bo'lardim hali ham Pythonda nima o'qiyman, uni o'qiyman, buni o'qiyman deb. O'zingizda qiziqish nima bo'lgan shu bana full stackmi yoki web developmentmi yoki? Menda hozircha full stack qiziqish yaxshi bo'lyapti. Qilgan ishimni tezda ko'raman. AI bo'yicha yillab vaqt ketadi bitta proyekt qilish uchun. Shunday. Keyin o'zingiz personal qilishingiz sal qiyinroq. Ko'pincha katta kompaniyani resursi bo'lishi kerak, moliyaviy tomondan ham, boshqaga. To'g'ri. Shunda full stack. Front-end 6 oy o'qigansiz. 6 oy o'qish bo'lgan, 1 oy modifikatsiya, 2 katta proyektni modifikatsiya qiladigan vaqt bo'lgan. Nima LinkedIn qo'ygan Baby anaqa. Baby Mart info bolalarning. Ismoiljon akani o'qigandi. Pet Smartmi? Pet Mart. Anaqa kompaniya bilan qanday kontrakt tuzdingiz? Kompaniya bilan yaxshi, shu 1 yillik kontrakt bo'ldi. Unaqa deyarli almost middle chuyim degan nima bor, lavozim, koreyskiy. Savon bo'ladi, chuyim bo'ladi, teri bo'ladi, kvajang bo'ladi, pujang. Shinip emassiz? Yo'q. Siz o'rtajagisiz. Shinipdan keyin savon keladi. Savondan keyin chuyim. Chuyimdan boshlaganman men. Intervyu qanaqa bo'ldi? Intervyu bo'ldimi o'zi? Intervyu bo'lgan. Bitta step yoki qanaqa jarayon? Bitta stepda bo'lgan. Bitta step. Qayerda o'zi unaqa narsa yo'q uncha? Ikkita step ham bor endi kompaniyaga qarab, ba'zilar kompaniya kattalashgan sari stepi ko'payaveradi. Sizniki o'rtacha startap emasmi? Startap bo'lish kerak. 2018da boshlagan AI bio bo'yicha startap 2018. Hozir 15 yo 20 ta Koreyada ishchisi bor, keyin Hindistonda 10 tadan oshiq ishchi bor. Yaxshigina kattargan ekanda. Ha, asosiysi PhD'lar unaqa bioengineering bo'yicha ishlashadi. Menga yoki boshqa endi anaqa bu songa kirganlar ko'p AI bo'yicha. O'zimni ham juda ko'p anaqa bilan kelgandim. Nima orzu maqsadlar katta. Orzu maqsad, keyin expectationlar juda katta bo'lgan, ko'p bo'lgan. Universitetdan yoki Koreyadan yoki o'sha o'zim soham bo'yicha. Lekin hammasi kelganiga
yo'q bo'lib ketgan yoki welcome to O'zim- reality debdi-da o'zim yo'q qilganman yoki o'sha anaqa masalan endi kelganlarga nima degan bo'lardingiz yoki menga emas. Hozir 3-kursni bitiryapman, 4ga endi o'taman keyingi semestr. Endi meni ham uncha tajribam ko'p emas, masalan 20 yildan beri, 15 yildan beri 8 Koreyada, yil. ha, Menga 3 ishlab, yilda 5 yil Hmm. farq bor-da. birinchi o'rinda o'qishdan chiqib ketib qolmaslik, pulga qiziqib. Hali endi kimdir sharoit bo'lmay qolishi mumkin, kimdir o'qishga qiziqmasligi mumkin, lekin illegal chiqib ketib qolishadi. Endi ko'pchilik uni yomonlash maqsadi mas'ul, lekin bu yoqda Ya o'qish o'zi bilan o'qishga kelganlar bilan o'qishga kelmaganlar farqi bittada bilinadi o'zi. Ana maqsadi. o'qishga kelganlarga maqsad bering demoqchisiz siz. o'qish, imенно aynan o'qish uchun. O'qish uchun kelganlarga birinchi o'yinda endi qaysi tomonga yurishini bilib olishingiz kerak. Koreyada qoladimi yoki bo'lmasam Koreya bitta ko'prik vazifasini o'tab Amerikaga, Yevropaga yoki bo'lmasam Avstraliyaga ketmoqchimi? Shuni anig'ini bilib olish kerak. Koreya Yoki bo'lmasam hech qayerga borishni bilmayman, futureda planim yo'q, hozir u to'g'risida bilim, anaqa aniq reja yo'q desa, koreysskani birinchi o'rganib olishda yaxshi. Masalan, men qanaqa qilmoqchiman? Koreyada unaqa 10 yil yoki 15 yil qolish niyatim yo'q. Bakalavr bitirib yoki internship qilib, masalan, kompaniyada 1-2 yil ishlab, olish, opit olish, tajriba olib, keyin shu magistraturani o'qib, keyin qaytib ketish O'zbekistonga. O'zbekistonga. O'shanaqa. Koreya nima uchun? Ham institut, ham magistratura, keyin ham tajriba olib ketmoqchiman. Menimcha magistraga hozir hech qanaqa hojat yo'q, o'qishingiz shart emas. Birinchi o'rinda hozir AIda o'qiyapsiz, diplomingiz bor, background Foundation universitetda menimcha yaxshi bo'lyapti. Har xil darslarni olyapsiz. Endi darsda o'zida o'rgatilmasa ham, lekin umuman tushuncha bo'ladi. Data science bo'yicha ham, computer vision, AI, front end, boshqa. Menimcha baribir koreys tilini shu davrga olibsiz, yana ozgina kuchaytirib, agar iloji bo'lsa KIP 5 gacha olib turib, bunaqa F5 viza, zalotoy viza qo'yganingizdan keyin birinchi F2 olib turib, ishxonada ishlash shart emas. F2 Remote ish topib olasiz F2 bilan, F2 da. F2da o'sha 25 yoki 30 milliondan oshiq yillik daromad qilib turibsiz, ushlab ketaverasiz. Keyin kompaniyada remote ishlar ko'p, F vizangiz bo'lsa. Koreys kompaniyada remote bo'lishi kerakmi yoki chet eldan? Farqi yo'q, nomingizga pul tushsa bo'ldi daromad qilsangiz. Yaxshi-ku. Xohlasangiz koreys kompaniyada remote ishlang, O'zbekistonga boring, boshqa davlatga boring, sayohat qilib yuring yosh vaqt ichida. Demak, remote-ga tajriba bilan chiqish kerak menimcha. Birinchi YTda ozgina yurasiz. Agar oyligingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, KIPingiz bo'lsa, tezda menimcha o'tkazib olsangiz bo'ladi. O'sha 1 yillik soliq to'langandan keyin. Men nimaga hozir koreyscha o'rganaman, o'zim o'qiyman, keyin so'radi o'rtoqlarim, Koreyada qolmoqchimisan, o'qimoqchimisan, ko'proq. Yo'q, Koreyaga keldimmi, tilni o'rganib ketdik. Koreyada nimadir olib ketdik, bizdan shuncha narsani oldida, yoshimizni oldi, vaqtimizni oldi, sog'lig'imizni oldi. Koreysni o'rgansam, nimaga o'rganyapman qattiq? Sababi Koreya bunaqa dunyoda o'zini reytingi bor, o'zini joyi bor. Ayniqsa texnologiya bo'yicha Samsung, LG ni hamma biladi. Hyundai, Kia ni hamma biladi. Ko'p eksport davlatga qiladi, Amerika yoki Xitoy. Keyin koreyskiy kompaniyalar ham juda ko'p anaqasi, brendlari deylik, O'zbekistondagi, Amerikada. Deylik, masalan, balkim taqdir bo'lib boshqa davlatga, Amerikaga ketib qolsam, kompaniya bor, koreys kompaniya. Meni nimaga topshirishman to'sibdi. Hech narsa. Shunaqa zarari yo'q. Keyin sizni ancha plyusingiz bo'ladi. Bitta odam koreys tilini bilmay topshirasiz, koreys tilini bilasiz, ham bu bilgan narsani bilasiz. Siz o'zingizning ko'proq kishini pulini, 1,5 kishini pulini beradi sizga. Shunaqa bolalar bor, o'zingizdan bilasiz, ko'rasiz. Koreyaga keladi, o'qishga kelgan aslida o'qimaydi yoki o'qimaydi haqida ishlaydi. Ishlaganda ham qanaqa ishlaydi deylik, uyda sharoit yaxshi, uyga pul chiqarmaydi o'zi. Uyda sharoit zo'r. Bu yoqda ham sharoit yaxshi, lekin hech narsa qilmaydi. Bilasizmi? Na til, na dasturlash, na biznes, na boshqa sohaga hamda. O'shanaqa anaqalar bor. Unaqa odamni hali bosh devorga tekkanda bilinadi. Oxiri masalan ko'pchilikda bu narsa o'qishni bitirgungacha hayolga men ham o'zim kelmagan bakalavr. Menda qanaqa bo'ldi? Ketgandan keyin kelgan. Nima qilaman bu yog'iga degan narsa. Menda O'zbekistonga 2 marta olib keldim kelgandan beri. Birinchisi 2024-yil fevralda, keyin shu yil fevral olib keldim. 24-fevralda borganimda men umuman xayolda yo'q edi. Masalan, oldinga 5 yilga plan. Masalan, borib keldim, uylarni ko'rdim, bo'ldi, rahmat, yaxshi, sog' salomat.
bu yil borganimda boshqacha bo'ldi lekin. Bordim, уже nima qilaman. Keyingi yil bitiraman, qaytib nima qilaman. Anaqa qo'limda nima bo'ladi, tilmi, sohami. Keyin masalan o'qish bitirgandan keyin yana qaytib ketamanmi magistrga, uylanamanmi, to'ymi, u mana shu narsalar уже ko'rindi o'zimga. Chunki borgandan keyin Toshkentda turamiz. Toshkent narx-navoni ko'rib, вообще shokda qoldim. Koreya bilan bir xil. Koreya bilan bir xil ekan. O'shaning uchun bu yerda yashab ketish uchun anaqa oddiy odamlar bo'lmash kerak. O'shaning uchun anaqa 2 marta borgan bo'lsam, birinchisida boshqa motiv bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi boshqa, umuman boshqa motiv bilan qaytib keldim. O'shaning uchun shunaqa. O bosh urilish kutish esa juda anaqada juda kech bo'ladi. O'qish bitirib qaytib ketsa, Koreyada nima qilding desa, javob bera olmaydi. Ishladim. 3000 topdim, 2000 topdim. Hop, qani o'sha pul? Nima qilding o'sha pulga? Bu ham yaxshi, nimadir o'rganib turib, kelajakda hozir nima narsa qilmasin, lekin zaxira qilib qo'yish kerak. Bilim jihatdan, skill yoki masalan moliyaviy jihatdan qanaqadir biznesda qilmoqchi bo'lsa, endi kimdir tanish bo'lish, orttirish uchun ham u yaxshi bo'lish kerak-da, yaxshi anaqa odam bo'lish kerak-da. Fundamentingiz o'zini bir narsa bo'lsa, keyin tanish bilish kerak. Bo'lmasa siz valuable bo'lsangiz, boshqalarga keyin sizga value qiladi ular. Menimcha tilni o'zi emas, til bilmasangiz ham, lekin bitta skillingiz bo'lishi kerak sizni. Education jihatdanmi yo bo'lmasa IT yo marketingchi yo qanaqadir value beradigan. U zo'r aytishni bo'ling, tilda salomlashishni ham bilmang. Lekin bo'ladi-da. Endi kimdir shu narsaga vaqt sarflamasdan ITga vaqt sarflasa, пожалуйста. Bo'ladi, shunaqa bor. Lekin hech narsa skill o'rganmasdan, kelajakda o'zingizga masalan non topib yegan narsa qurmasangiz, lekin odamlarga qiymat beradigan narsa. Menimcha qiyin. Lekin o'zingiz ham bitta orqaga qarab turib, nima qilib yashadim degan savol bo'ladi. Endi bu 10 yil qancha vaqt o'tgan bo'ladi. Bir narsa boshlashga ham ancha kech. Shunday. Shu o'qish kerak, ITga qiziqsa, ITni o'qisin, agar qiziqmasa nimadirlar qilib ko'rish kerak endi, yangilik narsa. Ya'ni 5 yillik, 10 yillik plan, bir narsa strategiyalar qilmayman o'zim. Haligi endi qilsangiz bo'ladi. Yo'q, hozir ham qilmayman. Texnik tomondan ham monostek bo'yicha ketaman ham demayman o'zim. Til o'rgan ekan, JavaScript, Python o'zimni bilaman degan narsa yo'q. Adaptatsiya agile. Qara qaysi tomondan imkoniyat chiqib qolsa, shunday yurib boravergan. O'z valni tortib ketasiz. Flow deydi. Shunday. Keyin iloji boricha menimcha onlayn kurs o'qigan ma'qul-da. Onlayn kursdan ham men self-study onlayn kurs, YouTube anaqa. IT bo'lsa, farqi yo'q uni. Agar tezda natija qilish kerak bo'lsa, MIT ga kirsin. MIT da 6 oyda уже soldat bo'lib chiqib ketadi, ishga kirib MIT. Endi Koreyada hozir normalniy natija qilib, tez muddatda ishga kirib, ish ko'rsatib, nima qilayotgan, teaching qilayotgan bitta shu men bilgan. Men ham ko'p kuzataman. O'zbekistonda ham najot ta'limni yaxshi deyishadi, lekin qaysi levelgacha olib chiqib beradi bilmayman bu yerda. O'qib ko'rmaganman. O'rganib kelgan ham o'zlarining gapi shunaqa endi, biz 70%, 80% studentimiz ishga kiradi deydi. O'zlarining gapi. Men tashqaridan so'raslarni bilmayman, lekin real statistika qanaqa. Najot ta'lim O'zbekiston marketiga menimcha mo'ljallangan deb o'ylayman. BSdagi esa MIT Koreyaga mo'ljallangan. O'shaning uchun o'qish bitirib ishga kirib ketish shunaqada. Sizga aynan shu o'rgatsa ham Koreyaga qanday intervyu yoki CVlarni tayyorlatadi-da, koreysga qilib. O'shanisi menimcha farq qiladi ikkalasida. Keyin proyektlar ham farq qilsa kerak. Bu yoqdagi proyektlar bilan bu yerdagi proyektlar. O'qish kerak. Institutdan tashqari o'qish kerak. Albatta, institutda hech kim bu sohada yetarli kadr qilib bera olmaydi. Endi men aynan bitta sohani bilmasa ham, masalan, kimdir. Lekin industriyaga overall yaxshi pul beradigan tomonga kirib olsa, o'zi ozgina qiziqqan, masalan, siz dizaynga qiziqdi, dizaynchida men narsalar ko'p bo'lish kerak, har xil narsa dizayn qilinadi. Ko'p pul beradigan kelajakda qilsa bo'ladi, lekin aniqdan bilmaydi qaysi. Masalan, ITda ham front-end bor, back-end bor, desktop application, mobile application, AI, computer vision. Ketaveradi, qizig'i yo'q. IT o'zi yaxshi ketyaptimi, yaxshi pul beryapti, deb bu bittasiga kirib ko'rasan. Pivot qilib o'tib ketaveradi, kelib olgandan keyin bu yoqdagi bilimingiz qadar yordam beradi. Shu hammasi
ishlab ko'rish kerak bittasini. Masalan, doktor bo'lsa ham 20-30 ta sohasi bo'lsa kerak doktorda biz bilmagan. U Bittasiga kirib olsin, qolganini kirgandan keyin biladi nima borligini. Tashqaridan turib bitta ko'rinadi, lekin ichiga kirsangiz уже daraxtga o'xshagan bo'linib ketgan. shunday. Ko'plar aytishini qiyin deb o'rganmaydi. Qiyin anaqa deb. Matematika kerak ekan deb tashlab yuboradi biznikilar. Qiyin. Chunki boshlanganda qiyin tuyuladi. O'zi oson bo'lsa everyone would do it deydi-yu. Yeah. If it's easy, everyone would do it deb. Qiyinligi uchun nonishirin yaxshi pul to'laydi. Manimcha o'sha qiyin protsessdan o'tib olish kerak. Keyin yengil bo'lish uchun. Tushunib, teoriyalarda yaxshi nimaga yo'nalib qolyapti degan savolga javob bersa. Haligi ko'p programmalarning gapi bordir. Qancha ko'p vaqt tashqinda sarflasangiz, o'sha yaxshi bo'lib, mana shu narsani yoqtirib ola olasiz. Shunday. Malcolm Gladwell'da ham Outliers kitobi bor, 10,000 soat qoidasida. Da. 10,000 soatga yaqinlashganingiz sari u sohada kuchayganingizdan keyin u zo'r qilibsan deyiladi. Rahmat eshitgandan keyin hatto bolaman yana o'zaysan, yana ham qiziqishingiz bo'ladi. Qo'limdan ish kelyapti ekan deb turib. Hozir ham ko'p anaqa O'zbekistonda ham yaxshi rivojlanyapti. O'qitish ITga ham va o'zim kuzatadigan, ya'ni juda yaxshi ko'radigan Azunjon Po'latov. 42 anaqa keyin Mohirdev ham bor. Hozir o'zbekcha kurslar desam ham bo'ladi uni. Juda darslar ko'p. Keyin yana boshqa Amazonda ishlaygan Jahongir aka bor. Jahongir Rahmonov. Skill App'ni anaqasi bor akaning platformasi. Skills App. U ham o'sha Python o'rgatadi yoki boshqa frameworklarni qilishda. O'shalardan ham anaqa o'shani kuzatib o'rgansa ham bo'ladi menimcha. Agar o'zbekcha kimlarga inglizcha qulay, kimlarga ruscha qulay. O'shanga. Lekin baribir core anaqasi bo'lgan ingliz bo'lgani uchun ingliz menimcha. Ingliz aytishni o'rganib bo'lmaydi. Preferred ingliz tilda. O'rganasiz, o'sha to'xtab qolasiz. U yoqqa kirib keta olmaysiz. Yangi narsa chiqishiga ham ozroq vaqt ketadi. Keyin tushunishingiz qiyin, lekin keyin documentation hammasi ingliz tilida. Anaqa hamma framework library'larni ingliz tilida o'rganish kerak. Shu bugungi bizning suhbatdoshimiz Qudratbek aka. Rahmat deb qolamiz. 20 minut vaqtni yemaganligi uchun. 20 minut, yarim soatmi? Menimcha endi kelganlar yoki yo'lini topib olmayotganlar ko'rib ozgina xulosa chiqarsa ham xursand bo'lamiz. Shu, rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Kompyuter uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar. Javob turaver. Kofe ichib qo'yamiz, degandan keyin. Ana keyin background bo'ladi-ku.